Salom Arnold. Boshliq seni ko'yyaptimi? Chunki sen hech narsani to'g'ri bajara olmayapsan. Yo'q, aniq emas. Sen pogonografiyaga qiziqib qolgansan. Bu soqol o'stirish jarayonining ilmiy atamasidir. Ishdan haydalding Arnold. Lekin endi hayotingda yangi maqsad topganga o'xshaysan. Axir chindan ham ayollar soqolli erkaklarni yoqtirishadi. Soqol oyiga yarim dyum, taxminan 1,3 sm o'sadi. Eng uzun erkak soqoli 18 fut, 5 metr bo'lgan. Bu ikki qavatli bino balandligiga teng. Ayollarda ham rekord bor ekan. 11,8 dyum, taxminan 30 sm. Aytgancha siz ham hayron qolgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Arnold, sen soqol o'stiryapsanmi? Bilasanmi? Axir Forbes ro'yxatidagi 100 ta eng boy odamdan 98 tasi odatda soqolsiz yuradi. Mayli Superman, soqol senga super kuchlar beradimi? Yo'q, foydali tomoni u allergiyalardan, hatto teri saratonidan himoya qiladi. Bundan tashqari, soqol bilan tik boqish musobaqalarida g'alaba qozonish ehtimoli 63% ga oshadi. Agar boshqa hech qanday ish yo'q bo'lsa, shunchaki soqolli do'sting bilan o'ynab ko'r. Olimlar ham ana shunday o'ynab bu faktni aniqlashgan. Voy, Arnold, endi seni tanib bo'lmayapti. Ayollarga eng jozibador deb hisoblangan soqol 10 kunlik dag'al tuklardan iborat ekan. Lekin afsuski soqolga g'amxo'rlik qilish kerak. Chunki unda it juniga qaraganda ham ko'proq mikroblar yashaydi. Oregondagi bir pivo ishlab chiqaruvchi o'z soqolidagi xamir turishdan pivo tayyorlagan. 2012-yilda u soqolidan olingan 9 dona tukdan yangi turdagi xamir turush yetishtirgan. Va bu pivoni hozir ham $7 evaziga sotib olishadi. Arnold, endi soqolingni olib tashla. Sen dahshatli ko'rinyapsan. Yomon hid taratyapsan. O'zingga qaramaysan ham. Hatto o'zingga zarar yetkazishing mumkin. Lekin soqol olish ham oson emas. Arnold, bir o'zgacha usulni sinab ko'rmaymizmi? Wow! Qara, o'zingga ziyon yetmadi. Yo'q, aslida kuyyapsan.